Birodarlar, mana xatlarimizni o'qib turibsiz. Odamlar tirnoqazor, bolasidan judo bo'lganlarni motami butun dunyoni tutguday. Xo'p, ajoyib. Inson o'layotganda ham oxirgi vasiyatini onasiga yo o'zini sha'niga yo juftiga emas, oxirgi vasiyatini bolasiga atab qilar ekan. Falon bolam undoq qilinglar, piston bolam bundoq qilinglar deb o'rgilay. Demak biz birodar, Alloh hukm qildi, ona bo'ldik. Alloh hukm qildi, ota bo'ldik. Qaysidir shu boshqalarga berilsa, balki osmon qadar yuksalib ketishi mumkin bo'lgan bir zurriyotni bizi etagimizga soldi. Biz shunday qilaylikki, uni jami vujudidagi taraqqiyot nuqtalari bizi etagimizda rivojlansin. O'sadigan bo'lsa, onani qo'lida o'svasin. Bahra oladigan bo'lsa, otani qo'lidan bahra olsin. Bu dunyoga kelib erlik, onalik, bolalik maqomi ham borda. Er ko'rib yayramadim deydi kimdir. Xotin bo'lib yayramadim, basanda xotin ko'rib yayramadim deydi yana kimdir-da. Lekin bola bo'lib ham, farzand bo'lib ham yayramadim deydigan nolonlar ham borda. Mavludaxon, iloyim, biz tirik bo'lsak-ku, bola yetim atalmasa-yu, lekin farzand bo'lib farzandday yayramadim degulik qilmasin hech kimma. Aynan sizdan. Biz shu bola tarbiyasi haqida ko'proq gapiraylik. Gapirganda hamchi, xo'p, qiyshiq bolani o'nglab qo'yishni emas, qanday ona bo'lish haqida gapiraylik. Masalan, qanday ota tarbiyachi bo'lish haqida gapiraylik. Tavbalarimizni cheki haqida gapiraylik, poyoni haqida gapiraylik. O'lguncha ichib borayotganlarni bolalari nima deb o'tadi bu dunyodan? Masalan, farzandi bo'p turib zinoga qo'l urayotganlarni bolalari nimani yeb, nimani ichyapti? Va vujudida onasini harom taomini, otasini bergan harom taomini ko'tarib, u qachon baxtli bo'ladi va unga tekkan kim baxtli bo'ladi? Uni olgan, masalan, zinokashni qizini olgan qaysi yigit baxtli bo'ladi? Chunki uni badanida harom qon gapirib turadi. U tug'ib beradigan bolada o'sha zinokash otani yo onani qoni gapirib turadi va takrorlanadi. O'rgilay. Ota bo'ldikmi, ona bo'ldikmi, bir narsa haqida gapiraylik. Nima qilsak bizni gunohlarimiz to'xtaydi? Otalarni, onalarni gunohlari nima qilsak, qaysi chorani ko'rsak tiyiladi? O'rgilay sizdan. Shu haqda o'zimiz, bu bola sizniki. Sizni bolangiz meni ko'mmaydi hech qachon. Sizni bolangiz meni boqmaydi hech qachon. Bu bola sizniki. Baxtli bo'lishi ham, baxtsiz bo'lishi ham ota-onaga bog'liqmi? Demak, biz bundan keyin bolalarning yaxshi tarbiyalanishi uchun ota-onalarni tiyilishi haqida, gunohlardan tiyilishi haqida ko'proq gaplashaylik. Ko'rsatuvdan tashqari ham o'zimiz so'roq qilaylik. Qaysi pulimizda harom bor, qaysi qadamimizda nojo'yalik bor, qaysi gapirgan gapimizda farzandlarning umrini qisqartiradigan g'iybat bor yoki bo'lmasam hasad bor. Bu tiyaylik. O'zimiz tiymasak, bolamizni birov baxtli qilmaydi. Alloh ham aytib turibdi, aytyapman, eslatyapman, hoy bandam, bolang qanday kun ko'rsa seni qo'lingdan ketgan amallar tufaylidir. O'zing qanday kunga qolsang, sen qilgan ishlaring tufaylidir, aytgan gaplaring tufaylidir deb o'zidan soqit qilib bandalariga eslatib turibdi. Hamisha eslaylik. Bolalarimiz qanday bo'lsa, qanday tutum tutayotgan bo'lsa, biz tufaylidir. O'rgilay sizdan bizga insof bersin. Bizni to'g'ri yo'naltirsin Alloh.
Allohning imkoniyatlaridan foydalanaylik va bolalarimizga bir mukofot bo'lib qo'llariga inaylik, sharofat bo'lib ularni panohi bo'laylik. Bizni shabadalarimizda boyvachcha bo'lib yurishsin. Bizni nomimizni aytib deylik mag'rurlanib yurishsin. Bizi tutumlarimizni tutib bolalari halollanib, sulolalari poklanib borsin. O'rgilay, farzandlaringizga solih solihalik tilaymiz. Omon bo'ling.